Ustoz shu zargarlikni o'rgatasizlarmi deb kommentariyaga yozishyapti. Shunga nima deysiz? Ha, o'rgatamizda sanga aytdim-ku, mana qara. Hamma shogirdlarni qilyapgan ishlarini mana 3 ta zargar bor bizda. Ha, bor. Nombo'ga o'rgatadilar. Akram aka trus o'rgatadilar. Komplekt uzuvalloq o'rgatadigan zargarimiz bor. 3 ta zargarlar bor. Ashli o'rgatganlarni полный ish jarayonlarini video qilgan. Video qildi. Ashlarni joylarni, masalan, gruppalarimizga, real qilyapgan ishlaringni o'sha joylab boringlar. Instagramga, Telegramga joylanadi. Keyin o'sha yangi gruppa ochinglar, o'sha bitta gruppa to'lib qolgan bo'lsa, yana gruppalarni ochinglar. 40 ta 50 ta odam qo'yinglar. Ko'p-ku, masalan, o'zingni ham o'qigansizlar mana shu zargarlikda. Hamma ishchilarimiz o'qigan. Undan tashqari nimalarga ham aytdim-ku, Akram akalarga, yo'rtini dedim, Botirga aytdim. Agentlikka o'qitamiz, sotuvchilikka. O'zimizda agent bo'lib sotaveradi. Tushundingmi? Tillalarni sotaveradi. Sen har kun o'shalarni qilayotgan ishini, masalan, remontga xizmat ko'rsatishni o'rganganlar bor-ku, remont qilish, nombo'ga o'rgatdilarmi? O'shalarni syomka qil. Ko'rsat odamlarga. Masalan, tros yasaysizlarmi? Akram aka tros yasashni o'rgatsa, o'shalarni ham syomka qilib chiqar internetga. Tushundingmi? Ijtimoiy tarmoqqa chiqar. Hamma ishni, uzib alloq qilganini yo'q, hammasini chiqarsan, odamlar ko'radi. Keyin shunaqa real zargarlikka qiziqqan hunarmandlar kelsa, sotuvchilikka alohida o'qitishga, zargarlikka, hunar o'rganishga alohida o'qitishga nima qilsani? Mana hozir zavodlar, mana 30 tadan shu zavod bilan ishlasa, hammasiga ishchi kerak. Hozir zargar yetishmaydi. Ishga jo'natamiz. Bir oyda bir marta borib, o'sha joylarni ekskursiyaga borish kerak zavodlarga. Undan tashqari o'zimizga sotuvchilar kerak. Mana hammani shogirdlar-ku bizga. Shogirdlarda komanda qildik-ku. O'zingga mana chillamni o'rganibsan. Ustozimizdan so'radim. Bitta guruh shakllantiring dedilar. Xudo xolasa bitta guruh shakllantirib, zargarlikni o'rgatamiz. Kimda kim zargarlikka qiziqadigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar.